Assalomu alaykum. Zani qadrli zamonaviy mebellar obunachilari. Navbatdagi buyurtma asosida divan kravat Bravo modelimiz tayyor bo'ldi. Materiallari Polsha materialida, qo'llarida dekorlarini ko'rishingiz mumkin. Parallollari 22 plotnisda. Bu divanimiz kravat holatga keladi. Ishlatilishlarini hozir ko'rsatamiz. Mana mexanizmlari rossiyskiy mexanizm. Boltga keladi qotirilgan. Materiallari mo'yshiy material. Orqa suyanchig'i ham hozir kravat holat kelish uchun mo'ljallangan. Divanimizni mana shu общий kravat holatda bo'lishi, uzunligi 1.95, eniga 1.60. Yig'ib qo'yish juda qulay. Sifatli darajada tayyorlanadi. Ishimiz buyurtma asosida istalgan rangda, Polsha materialida. Divanimizning shu holatda ham keladi mexanizmi, 3 qo'l palajenida ishlaydi. Divanimiz yig'ilgan holatida mana shu turishida razmeri 1.90 ni tashkil etadi. Materiallari Polsha materiali, mo'yshiy materiallar. Istalgan rangda 10 xil svetda tayyorlab berish imkoniyatimiz bor. Hozirgi shu rangi mana birinchidek rangdan tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ardotex materiallardan foydalanamiz. Kimga sifatli mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Istalgan rangda, istalgan o'lchamda tayyorlab berish imkoniyatimiz bor. YouTube, Instagram, TikTok, Telegram kanallarimizga obuna bo'linglar. Ko'rsatilgan raqamlar orqali bog'lanib, bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Zamonaviy mebel, xonadoningiz ko'rki.